Bugun sizlar bilan uy sharoitida mazali shaurma tayyorlab ko'ramiz. Birinchi nonidan boshlab olamiz. Idishimizga birinchi bo'lib sut, suv, tuxum, tuz, shakar hamda dro'jji sariyog' solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha qiymasini qilib olamiz. Qiyma, piyoz hamda har xil ziravorlar solib, tabga ko'ra tuz solib, qiymani yaxshilab aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Bu orada xamirimiz ishib tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni bo'laklarga bo'lib, shakl berib, ustiga tuxum va sedana surib, gaz duxovkasi 25 daqiqaga jo'natamiz. Tayyor qiymamizni folga qog'ozga bir tekis yoyib, videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab, buni ham 20-25 daqiqaga duxovkaga joylaymiz. Qiymasi va noni tayyor bo'lguncha ichidagi souslarni tayyorlab olamiz. Idishimizga tomat, ko'kat, chesnok hamda tuz solib, suv solib, quyuqroq sok tayyorlab olamiz. Ko'rib turganinglardek mazali bo'lgan go'shtlarimiz tayyor bo'ldi. Endi bularni maydalab olamiz. Nonimizni o'rtasidan kesib, ichiga go'sht, pomidor, bodring, piyoz hamda tayyor bo'lgan sokimizdan solib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Siz ham bir marta bo'lsa ham oila a'zolaringiz uchun tayyorlab bering. Video sizga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib ketish esingizdan chiqmasin.